Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozmandlari, Lutfullo Moli kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar uchun sutga boy, o'ta dahshatidan bu. Chotlarni yirib bang'illatib beradi, shunaqasidan. Hurmatli chorva ishqibozmandlari, bolasi xunajin 4-tug'ish. Ba'zilar buni 3-tug'ish, 8 ta butun tishi 3-tug'ish deydi ba'zilar. Biz to'g'risini aytamiz. Sababi bir qo'l moshinaga o'xshagan bor, bir qo'l. Bolasi xunajin. Bolasini aytasiz mana. Bo'ylari, g'o'dalari kelishgan. Sigirimiz lekin yerga yaqin mol, lekin mahsulot o'ta dahshat. Shuni ko'ring. Egalari 10 litr dedilar, men 8 ta 9 ta sut sog'dim. Bola sinalgan. O'zim sog'ib ichib, garantiyalari bilan qo'yyapman. Mana sog'inlari bu tomondan ham ko'rsating deganlarga 4 talasi ham joy-joyida. Jo'jon. Bir ko'rsat o'zingni. Mana. Chorva ishqibozmandlari sizlarga 4-tug'ish tishi 8 ta butun. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Narxi, bo'ylari hammasini ko'rsatamiz. Videoni diqqat bilan kuzating. Sigirimiz 4-tug'ish, sog'inlari butun, ko'rib turganingizdek kelishgan. Shoxlari ham chiroyli, sog'inlari mana yon tomondan, orqadan mana hammasi yaxshi. Govdasi 1.17-18 sm. Bo'g'oz qisirligi toshnik bilmaymiz, to'g'risi. Mana ko'rib turganingizdek. Egalari lekin 2 oylik bo'g'oz dedilar. Men lekin qo'l soldirib ko'rmadim. Bizlardan buni bo'g'ozligini hisobga olmasdan savdo qilaverasizlar. Bolasi mana o'zi bilan teng. Narxi shikalat narxda qo'yib beraman. Faqat Telegram, WhatsAppdan akalarimiz telefon qilishyapti yoki o'zimizni tanishlar aytyapti, bizlarga birinchi tashlang, YouTube'ingizga qo'ymasdan dedilar. To'g'ri, sizlarga birinchi tashlasam olyapsizlar, olmayapsizlar emas. Rahmat shunchalik, lekin to'g'ri tushuninglar. Menga YouTube, Instagram tarmoqlarim yurish kerak. Menga shu zarur. Menga mol foydasi qiziq emas. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Mahsuloti bu bozorda 15 ta deydi. Sizlarga 10 ta emas, 8 litr naqdga garantiya beraman. Bo'yi 1.17-18 sm enasiniki, bolasiniki 1.8 sm chiqdi. Enasi bilan teng bo'lib qolgan. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 033 0316 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Sigirimiz suskalari yumshoqqina. Varillab sog'averasiz. Tishi 8 ta qippa qilich. Va. Buni turishini qarang, turishini. Akalar, o'zi mana kechirasizlar, WhatsAppdan, Telegramdan promoy video qilib tasha olmayman. Buni YouTube kanalim uchun qo'yganman. Chunki narx yondiradi. Ena ham, bola ham yondiradi narx bo'yicha. Bolasini ham ko'rsataman, orqa, oldi, yon hamma yoqdan ko'rsataman. Mana yondiradi. Bolasi mana bu tomonda. Ko'ringlar, orqalari, oyoqlari va pishim zo'r sigirlarimiz mana. Tan joni sog'ligi, tepmaslik, suzmaslik, seuskasi qattiq emaslikka ham garantiya beraman. Tishini ochib ko'rsatay, Hamdullajon. Bizani endi o'g'ilcha shogird bo'ladi-da, bu ko'rsatadi, regirovka qiladi ko'pincha joylarda. Oching, katta ochib ko'rsating mana. Mana tish 8 ta qilich. Bunaqa mayda emas. Bo'ldi. O'g'lim endi qarang, men sigirni yechib beraman. Siz yetalab ko'rsatasiz. Yetalab ko'rsating, Hamdullajon. Men bir ko'rsatay bularni. Ana. Orqalari, oldilari, enasi, bolasi bilan teng yurib yotibdi. Olib keling bu yoqqa. Olib keling. Ana, olib kelingchi. Boylangachga boylab qo'ying, mashitga. Boylang. O'zi chiroyli qilib bog'lab qo'ying. Buni qarang, jonivor. Tanglari vahshiy o'zgachada buni borib. Ko'rib turganingizdek, sigirimiz joyini topdi. Mahsulot o'ta dahshat, ishoning. Mana. Hajjon. Chotiga sig'maydi bor idish. Bolasini yechib emizdiring, Hamdulla boy. Emizdiring. Mana shu ona 6 yashar o'g'lim. Xo'p. O'zi mana bemalol
shu bolasini yedirib sog'ib beradi sizlarga. Emizdiring. 4 talasini bu tomonga o'tib oling o'zingiz. O'tib oling. Ko'rsating. Bilasizmi qanaqa qilib olishni? O'zi doimgidek. Hop. 4 talasini emizdirib bir sog'ib berasiz. 4 talasini ham, hopmi? Emizdiring. Biling bolasini tortib turaman. Siz sog'ib bering endi. Vah. Sog'ib ber. 4 talasini ham sog'ib ber. Yumshoqmi so'skasi qattiqmi? Yumshoq. Sog'ib ber. 4 talasini yaxshilab qo'lingizga sog'ib ber. Bo'ldi, ha. Bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Nariginisini ham. Bular qattiq deb o'ylamasin. Qattiq sog'ib tashlagan. Yumshoqligini aytgin, rostini aytgin. Podpiskilarimizga biz yolg'on gapirmaymiz, bilasana? Yumshoq. Yumshoqmi? Yumshoq. Parralab soqqinchi o'shini ham. Soqqin o'shini ham. Bunisini ham. Orqadagi bunisini ham. Bo'ldi. Yerga solib tashlamagan. Bo'ldi, ana. Endi buni qara. Men senga aytaman, ha, video qo'ymaganimizga ancha bo'ldi. Agar bular like bomba qilsa, biz ham bomba narxi aytamiz degandimi? Qancha deymiz? Xo'p, aytchi. 25 million. Qancha deymiz deding? 25 million. 25 million. Bolasi xunajin-ku buni o'g'lim. Kelishtirib aytamiz, bizlar bomba qilamiz bugun deydimi? Agar bu 8-9 litr sut beradi dedi. Nima deyapsiz? Qattiqroq gapiring. Agar bu 8-9 litr sut beradi dedi. Qancha sut beradi? 8-9 litr. Ana, eshitdilaringmi? Mana. Sog'inlarni o'zingiz mana qarang. Shuna qilasiz chiqadi mana. Bunisini ham shuna chiqasiz. Shuna qilasiz chiqadi. Sal oyoq ko'taryapti nimaga? O'g'lim, qani bir sog' paqirda ko'rsatamiz buni. Shu qilgan qilig'iga. Xo'pmi? Ichlari tan jonligi soppa sog'lom, bemalol. Hurmatli chorva xizmatlari, Lutfulla kanaliga telefon qilasiz. Buni sizlar uchun 25 million dedi Hamdullo. Men dadasi-ku aytgan degan bo'lganmi? Bo'lgan. Buni 24 emas. Roppa-rosa 23 million so'm kami bor deymiz. Gap tamom, bas salom. 8 ta sutga olib ketaveradilar. Tishlarni ko'rdilaring, bo'ylarini 23 million so'm kami bor. Faqat to'g'ri tushunasizlar, ayrim bir akalar tanishlar, to'g'ri tushunasizlar. Meni kechirasizlar. Bunaqa sutli zo'r molni men faqat kanalimga qo'yishni niyat qilaman. Xudo xolasa mana qo'yapman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Lutfulla kanalida 23 million so'm kam bor. Kim oldin olib ketsa shuniki. Shoshilamiz. Sog'dishiga qo'ydi, unda ham. Mana tilingan joyi. Videoda ko'ryapti. Ko'rsataman. Mana. Sal nomiga shu tilingan joyi bor ekan. Lekin o'shanda ham sog'diryapti. Bemalol ushlatib, boshqa qilib sigiramiz. Mana. Sog'ib bo'ldi.